Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 6-oyning 10-kuni xabar kanallarimizga xush keldinglar. Hozir dunyoning qiziq nuqtasi bo'lgan Hindiston Xitoy davlati o'rtasidagi chegara surkilishi, Hong Kong masalasi, Tayvan masalasi, Amerika davlatining Xitoy davlatiga yurgizayotgan har xil jazo tadbirlar davom qilyotidi. Hammamizdan xabar bo'lgandek, oldingi bir qancha hafta ichida Hindiston chegara askarlari bilan Xitoy chegara askarlari o'rtasida chegara to'qinishi bo'lib, qurol ishlatmay mush kalla tut peshva ishiltib bir-biri bilan mushilishib, har ikkili tarafning askarlari og'ir darajada yaralangan. Bir haftaning oldida Xitoy Janubiy harbiy rayon, Xitoy G'arbiy harbiy rayonining general qo'mondonlari bilan Hindiston armiyasining bosh qo'mondoni birlikda suhbat o'tkazibdi. Lekin suhbat muvaffaqiyatli bo'lmabdi. Shuning bilan Xitoy davlati darhol bir brigadir parashutchi armiyasini yordamga Hindiston chegara bo'yiga jiddiy o'tkazishni boshlabdi. Buningdan boshqa Xitoy havo armiyalarini Hindiston chegara bo'yiga yetkazdi. Yaqindan buyon Hindiston Xitoy chegara bo'ylaridagi surkilish nima uchun borgan sari kuchaydi? Mutaxassis kuzatuvchilarning tahlil qilishicha, Hindiston Xitoy chegara bo'ylaridagi talash-tortish bo'libmi Tibetning janubiy tarafidagi Hindiston chegara bo'ylarida, uningdan boshqa vatanimiz bilan Hindiston chegara bo'ylarida talash-tortishlar davom qilib kelyapti. 62-yili Xitoy Hindiston ikki davlat o'rtasida chegara to'qinishi yuz berib, ikki taraf bir-biri bilan bir qatam qattiq jang qildi. Bu chegara to'qinishiga Xitoy tarafdan Mao Zedong, Lin Biao, Zhong Enlai, Liu Bocheng qatorliq Xitoy rahbarlari aralashibdi. Hindiston tarafdan bo'lsa, Hindiston prezidenti, Hindiston zonlisi, davlat mudofaa armiyasining bosh generallari qatorliq oliy rahbarlar aralashgan ekan. Urush to'xtagandan keyin Xitoy armiyasi tarafdan 7-800 askarlar chiqim bo'ldi deb Xitoy tarafdan e'lon qilinibdi. Bu Xitoy davlatining e'lon qilgan soni ekan. Shu mezgilda Hindiston tarafdan o'lgan askarlarning soni 3000 ga yetibdi. Uningdan boshqa 1000 da Hindiston askari yo'qolib ketibdi. Bundaq aytganda, urushning natijasi qaragan chaqda shu mezgilda urushda Xitoy taraf g'alaba qildi. Hindiston tarafmi Xitoy askarlarini qo'g'lab chiqarib urushda biz g'alaba qildik debdi. 2019-yildan buyon Hong Kongda Xitoy hukumatiga qarshi namoyish bo'layotgan mezgilda Xitoy hukumatining deyishicha, Hindiston taraf Xitoy davlatiga tava bo'lgan nurg'un zaminlarni egallayapti. Hindistonning egallab olgan zaminning cho'ngligi 9 hassa Hong Kongning cho'ngligidek yer zamin ekan. Lekin Xitoy hukumati gap so'z qilmay bilmaslik kishiga silib yuraveribdi. Xitoy davlati asosliq muhim nuqtani Amerikaga qaratib, Hong Kong masalasida, Xitoy virus masalasida, savdo kelishim masalasida Amerika davlati bilan tirkishib vaqtni o'tkazishni boshlabdi. Bir yil o'tgandan keyin Xitoy davlati Hindiston bilan yer zamin davosini qilishni boshlabdi. Mana shu sababdan ikki davlat o'rtasida chegara surkilishi kundan kunga kuchayib, oxirida oldimizdagi o'tib ketgan haftada ikki davlatning general qo'mondonlari o'zaro suhbatlashibdi. Hindiston taraf Xitoy hukumatiga deydi ekan, sen Hindiston bo'ylaridagi askarlaringni chekindirib ket. Chegara bo'yiga bunchalar jiq askar yetkazib kelishingni hojati yo'q. Hindiston davlatining bexatarligiga tahdid yetdi deb talab qiladi ekan. Xitoy davlati deydi ekan, men askarlarimni nega qo'ysam o'zimning ishi, o'zimning davlatiga qo'yibman. Sen nimishga mening davlatimdagi askarlarni ishiga aralashib olsan? Biz askarlarimizni chekindirmaymiz deydi ekan. Amaliyotda Xitoy davlati Hindiston chegara bo'ylariga 10 mingdan ortiq askarlarini yetkazib bo'ldi. Buningdan boshqa kurashchi aeroplanlaridan Tian-11 4-avlod kurashchi aeroplanlarini, og'ir tipdagi qurollarni yetkazib tayyor bo'ldi. Shunga Xitoy davlati deydi ekan Hindiston tarafga, sizlar chekinishinglar kerak. Sizlar nima uchun Ladakh rayonlarida yo'l yasaysizlar, ko'rik yasaysizlar? Bu Xitoy davlatiga bo'lgan tahdid. Sizlar yo'l yasashni, ko'rik yasashni, askar yetkazishni to'xtatishinglar kerak deydi ekan. Hindiston taraf javob berib, bu bizning davlatimiz bo'lsa, nima uchun biz yo'l yasamaymiz, ko'rik yasamaymiz? Sen nima uchun aralashib olsan deydi ekan. Shunda qilib Hindiston Xitoyga deydi ekan, sen askarini chekindir desa, Xitoy men askarini chekindirmayman deydi ekan. Xitoy Hindistonga deydi ekan, sen yo'l yasashni, ko'rik yasashni to'xtatsan deydi ekan. Hindiston taraf biz to'xtatmaymiz deydi ekan.
Oxirida mana mushundaq talash-tortishlar orqali suhbatda bir kelishimga kelishamabdi. Endi Xitoy davlati kelayli. Xitoy davlati nima uchun Hindiston tarafni sen ko'rik yasamaysan, yo'l yasamaysan chegara bo'ylariga deb shundaq deydi. Sababi Xitoy davlati yillardan buyon Xinjiang egizlik orqali Tibetga temir yo'l va tosh yo'llarni keng ko'lamda yasagan. Maqsad Hindiston Xitoy o'tirsida to'qinish yuz bersa, Xitoy taraf 24 soat ichida Hindiston chegara bo'yiga askar yetkazadi ekan. Shunlashqa Hindiston tarafmi Xitoy chegara bo'ylariga tez suratda askar yetkazib kelish uchun tosh yo'l ko'rik yasab etibdi. Bu ahvol Xitoyni intayin bearam qiladi ekan. Lekin Xitoy hukumati nima uchun bir yildan buyon Hindistonga qarshilik bildirmadi desak, Xitoyning maqsadi oldi bilan Hong Kong masalasini pasaytishgan. Lekin Hong Kong masalasi pasaygan bilan Xitoy va Amerika o'rtasida cho'qim bir urush bo'ladiganligini, bo'libmi Janubiy dengizda urushning qattiq bo'ladiganligini burun o'zi bayqagan ekan. Lekin Xitoy davlati 70 yildan buyon haqiqiy bir urush qilib boqmagan ekan. Shunga Amerika bilan bu qitim urush qilib qolsa, urushda Xitoy hukumati üstünlükке erişelemdi, erişememdi. Eğer Amerika bilan urush qilib üstünlükке erişip qalsa, u çağda Xitoy davlati o'zining diginini qiladigan. Eğer urushda üstünlükке erişemay qalsa, Amerikaning shartlariga bo'ysundigan. Mana mushu haqiqiy amaliyotni tangsab ko'rish uchun Hindiston davlati bilan amaliy urush qilib Xitoy armiyasining haqiqiy kuchini va urush texniklarini amaliy sinoqdan o'tkazmoqchi ekan. Agar Hindiston tarafining haqiqiy adabini bera olsa, Xitoy armiyasining ro'y ustunligiga intayin foydali ekan. Shunga Xitoy taraf yillardan beri gaqinmay kelgan Hindiston chegara masalasini endi ko'tarib chiqib, bir urush qo'zg'ab, urush tajribalarini to'plamoqchi ekan. Hindiston tarafmi 47-yili mustaqil bo'lgandan tortib, toki hozir qadar birər davlat bilan urush qilib boqmagan ekan. Shunga Xitoy davlati Hindistonni urush orqali Amerika davlatiga taqobil turmoqchi ekan. Oldimizdagi mushu 1-2 oy ichida Xitoy Hindiston o'rtasidagi chegara to'qinish qattiq bir jangga aylanib ketishi mumkin ekan. Bu balkim Janubiy Osiyo rayonlarida cho'ng urush portlashining ilki bo'lib qoladi ekan. Qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarga assalomu alaykum.